يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Hürmetli qarindoshlar, biz bir necha kundan keyin ulug' Ramazoni Karimni kutib olish oldida turyapmiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu Ramazon aqli sog'lom balog'atga yetgan har bir mu'min musulmon uchun farz aynidir. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ey Alloh aytgan mu'min musulmonlar, burunqi ummatlarga farz qilingandek Ramazon sizlarga farz qilindi, taqvodorlikda voyaga yetishinglar uchun. Ramazon bo'lsa sanoqli kunlardir. Mana Alloh subhanahu va taolo bu oyatda Ramazonning musulmonlarga farz qilinganligi, farz qilinishdagi hikmat bo'lsa taqvodorlikda texmi voyaga yetadiganligini bayon qilib berdi. Allah subhanahu wa ta'ala har qanday bir ishni hikmat bilan o'rinlashtirdi, maqsad bilan o'rinlashtirdi. Va bu bizga farz qilgan ibodat, mayli biz qilishga buyurilgan ibodat bo'lsin, mayli tark etishga, qilmaslikqa buyurilgan ibodat bo'lsin, hammasi mohiyatda bizning dunyo oxiratlik foydamiz uchun bo'ldi. Chunki Alloh subhanahu va ta'ala bandalarining ibodatining behojatdir. Endi bizda har bir ishninki hikmati bor. Ramazonning mo nihoyat cho'ng hikmatlari bor. Buni inshaalloh keyingi darslarimizda sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Endi bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Ramazonning asosli cho'ng hikmatlaridan birisi musulmonlardagi taqvodorlik fazilatini texmo bir yuksaltirishni maqsad qilganligi bayon qilingan. Endi bu taqvodorlikning shuarlari bo'ladi. Ulug' Ramazoni Karim bo'lsa, mana bu taqvodorlikning eng katta shuaridir. Shuning uchun musulmon qarindoshlardan hozirdan boshlab mana bu ulug' Ramazonni kutib olishga, ideya jihatdan tayyorlik qilishga, hozirdan boshlab shu Ramazonga alohida ko'ngil bo'lishga tashabbus qilaman. Endi men bu qatim sizlarni yuz ko'rishdagi maqsadim sizlarga muhim bir ikki nuqtani bayon qilib berish. Birinchi nuqta. Islom dunyosidagi dangliq mashhur olim Imom Zahabiy rahmatullohi alayh mundaq degan. Bütün dünyadaki musulmon o'limalari shuningga birlik keldiki, mush Ramazon kunlarida hech qanday sababsiz, uzursiz ro'za tutmagan odam zinoxo'rdan, aroqkash, zaboydan yomon odamdir. Balki bu odamning iymoni yo'qdir degan qarindoshlar. İmam Zahabiy rahmatullohi alayh bu so'zi orqali bu Ramazonning naqadar ulug' ibodat ekanligini bayon qilib bergan. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda islomning 5 prinsipini bayon qilib, bu Ramazonni islomning ashu 5 prinsipining 4-prinsip qatori qo'ygan. İmam Zahabiy rahmatullohi alayh mana bu so'z orqali bu Ramazonni men musulmon degan odamning tark etishga qat'iy bo'lmaydiganligini bayon qilgan. Alloh subhanahu va taolo shu oyatda nima dedi? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bu Ramazon burunqi ummatlarga farz qildi deyish orqali bu ibodatning nihoyatda katta ibodat ekanligini bayon qildi. Ya'ni nima demoqchi? Sildan burunqi o'tgan ummatlar o'zining Allohga bo'lgan qulchiligini
ro'za tutish orqali ifodalangan edi, izhor qilgan edi. Bu sizga emas, butun ummatlarga farz qilingan alohid bir ibodat demakni shu hukmni bildirish uchun kama kutiba alallazina min qablikum dedi. Bu birinchi nuqta qarindoshlar. Ikkinchi nuqta. Vatanda nurg'un mu'min musulmon qarindoshlarimiz bor. Ishchi xizmatchilar, oliy maktab o'quvchilari, normal boshlang'ich to'liq o'tirdi o'qiyotgan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Endi bular chuqur bu Ramazonlarda ro'za tutmaslikka majburlandi. Majbur suv ichirildi, majbur tomoq yeyishga majburlandi. Bular qanday qildi qarindoshlar? Bularga nisbatan agar ular tomoq Ramazon kunlarida zolimlar tarafidan tomoq yeyishga, bir narsa ichishga va shu Ramazonni buzadigan narsalarni ishlarni qilishga majburlansa, ash majburlangan miqdorda qisa ro'za sinib ketmaydi qarindoshlar. Bular albatta atginsi Ramazonga niyat qiladi. Agar majburlanib shundoq azroq suv yoki majburlangan miqdorda tomoq yeb, suv ichib qolsa, darhol shu majburlangan miqdorda qilib, yana Ramazonni davomlashtirib, niyat qilib tutayvas bo'ladi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Biroq qalbi iymon bilan to'lgan, lekin majburlangan yuqorqishda mustasno deb, ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala kafir majburi bir ishni ixtiyor qilganlar kafir bo'lsa-mu, majburlanganlar kafir bo'lmaydi. Bu oyatni degan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Rufi'a an ummati salas." Ummatimdan 3 narsa kechirib o'tildi. Al-xata va nisyan va mastukrihu alay. Bir narsani xatolashib, uqmay qilish, untulib qilib, untulganlikdan qilib selish va majburlanganlikdan qilib salgan ishlarni Alloh kechirib o'tdi deydi. Mana mush hadisga asosan islom ulamolar ichidagi eng donliq Sahih Muslimning sharhisini yozgan Imom Navaviy rahmatullohi alayh bir odam Ramazon kunlarida majburan Ramazonni singdiriladigan ishni qilib solsa, shu ishga majburlansa, bu odamning ro'zasi singmaydi. Ro'zasini davomlashtirish kerak degan. Mana buni vatandagi qarindoshlarimizga bir yetkazaylik. Buni vatandagi qarindoshlarimiz bilan ham bahrilaylik qarindoshlar. Ularmi bu Ramazondan mahrum qolmasin. Nurg'unlari bilmaslikdan meni majburlab qoldi, men ro'za tutmadim deb ro'za tutmay qoldi. Amaliyotda biz majburlanib qolsak, Alloh buni biladi qarindoshlar, Ramazonlarimiz qabul bo'ladi. Shuning uchun mana bu ikkinchi nuqta. Endi sil bilan biz chu qarindoshlar. Bu Ramazonni biz boshqacha bir Ramazon sifatida kutib olaylik. Chunki hozir biz yashayotgan sharoit, biz yashayotgan bu qiyinchilik burunga o'xshamaydi. Biz Alloh subhanahu va taolaning mag'firatiga, marhamatiga, bizning ustimizdan zolimlarni, zulmni ko'tarib o'tishga naqadar muhtojligimizni shu Ramazon oylarida Allohga bir izhor qilaylik qarindoshlar. Ey qarindoshlarimiz, o'tgan yil biz bilan birga ro'za tutgan necha qarindoshlarimizni, ne qarindoshlarimiz nega ketdi? Allah burun topuning ostiga kirib oldi. Agar ular zarrachilik qilgan bo'lsa, hozir ko'ryotdi. Zarrachilik yomon ish qilgan bo'lsa, ham ko'ryotdi. Biz g'aflatda qolmaylik qarindoshlar. Bu yil Ramazon hayotingizdagi yangi bir bet bo'lsin. Biz bu Ramazonda Allah subhanahu va taologa bo'lgan bandichiligimizni bir ko'z tutib qo'yaylik. Biz bir musulmon Allohga ne qadar muhtoj ekanligimizni bir ko'z tutaylik qarindoshlar. Va mush darsni qo'limizdan kelishcha vatandagilarga, chet elda yashayotgan qarindoshlarimizga ham bahrilaylik qarindoshlar. Buning ajrini olaylik. Mushu sababli Alloh subhanahu va taolo hammamizning hayot yashayotgan, o'lib ketgan ota-onamizga gunohini afv qilsin, ularga marhamat qilsin va shundaqla sizlarga oil tavobatinglarga xotirjamlik ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo mushu Ramazonni tutqul nasib qilsin. Mushu Ramazonga bizni xotirjam tutib Allohga bir qulchilik qilish,
fursatidan bahramand bo'lishni qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.